Assalomu alaykum. Angrendan alangali salomlar. Dadam bilan mana dadam yangi yil bilan hammalaringizni tabriklab qo'ymoqchilar. Na dada? Boshlayman. Har doim sog' salomat tinch bo'laylik. 2026-yil hammamiz uchun omadli yil bo'lsin. Xonadonlarimizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Omad har doim hamrohimiz bo'lsin. Huzur-bomchilarimizda bo'lsin. Alloh madadkor bo'lsin. Qanaqa yaxshi niyat, qanaqa yaxshi istaklarimiz bo'lsa, Alloh har kala amalga oshirsin. Hammaga yangi yil omad, baxt, sog'lik olib kelsin. Dadajonim umrlari uzoq bo'lsin mana. Dadamni rosa yaxshi ko'raman. Dadajon, boringizga shukr dadajonim. Dadam, yuragim, sizlar ham ota-onalaring bo'lsa o'pib qo'yinglar. Hammaga alangali salomlar. Tabriklayman bayram